Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan slime boy bo'lib turibdi. Bugungi videomizda Minecraftdagi eng yaxshi 4 ta modni ko'rib chiqamiz azizlar. Uzr so'rayman bitta narsaga, ya'ni o'sha muammo skinim yo'q, e'tibor bermaysizlar. Menda hali hamon internet muammo bo'lib turibdi. Xullas, videoni cho'zmasdan boshlasak. Birinchi modimiz Mutant Beast. Mutant modi. Qaranglar, bu yerda nimalar bor? Ximikat bor ekan, qanaqadir. Porox, prianos, bilmadim. Mana bu mutantlarni anaqasi tuxumi, mutantlar narsalari, mana skelet kiyimlari ham bor. Toki, mana ximikatni balki qanaqadir hayvondan foydalanish kerak. Xo'p. Hozir. Panda, papugay. Creeper'da olaylikchi, qani mana yo'qda. Pavukni ham olaylik. Creeper'da paydo qilib, biz bu ximikatni unga olsak, u bo'ladi. Wow, mutant! Creeper mutantga aylandi azizlar. Uni portlatib yuborsa bo'larmikin? To'xtang. Buni ham mutantki, buni ham narsa bo'ladi. Naqul. Buni qilmagan. Xullas, bo'pti. Bu mutant, demak, bu mutantga aylantirar ekan. Qani o'rgimchakchi? O'rgimchakka ta'sir qilyapti. Nimalar bo'lyapti o'rgimchakka? Va ko'tara olmadi. Demak, o'rgimchakka o'xshamas ekan. Xo'p, o'rgimchakka o'xshamasa, demak, Sinapar, skelet. Mana mutant zombi turibdi bu yerda. Mutant enderman, qorbola. Mutant qorbola ham bor ekan mana. Ana. Voy, creeperni qara, bir ikkita zarbada bu ikkita mutantlar bitta creeperga ham qarshi chiqa olmay chekilib o'tirishdi. Mana qara, voy. Haqiqiy jang arena. Voy. Vaqshim yomon botga. Mana qara, mayda-chuyda creeperni bolachalari ham bor ekan. Voy, bittasi o'libdi shekilli, yo'q, ikkalasi ham tirik ekan. Voy, yedi bittasi. Ketdi bo'ldi. Parcha bo'lib ketdi, bo'ldi. Xullas, birinchi modimiz shunaqa, mutant modi. Albatta bu modlarni barchasini men o'z Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'sha yerdan bemalol yuklab olishingiz mumkin, azizlar. Men bu yerda mutantlarning kiyimi ham bor ekan. Rebro. Ana buni kiyaylikchi. Yo'q, buni kiyolmas ekan, mana buni kiyolar ekan. Wow! Men mutantman. Qo'llarimda ekan. Qanaqa qudrati yo'qmi, sehrli? Kamon cheksiz qolaman. Qo'limda tursa, u qo'liga kerak narsaga ilmiman. Xo'p, xullas, azizlar. Birinchi modimiz ana shunday mutant mod edi. Shu narsalar ko'p ekan bu modda. Lekin yaxshi mod, albatta bu modlarni barchasini mening Telegram kanalimda olishingiz mumkin. Telegram kanalim albatta opisaniyada bo'ladi yoki kommentariyada bo'ladi. Xo'p, demak, keyingi modga o'tsak bo'ladi. Hozir azizlar, 1 daqiqa. Xullas, videoni cho'zib o'tirmasdan keyingi modga o'tsak bo'ladi. Xo'p, keyingi modimiz bo'ladi. Hamma yoqtiradigan, mana tashlavoraylik. Bundoq. Hamma yoqtiradigan qaysi mod? Taxmin qilaylikki, bu albatta qurol modi ekan azizlar. Keyingi modimiz mana
qanaqa qurollar bormi? Sehrlar ham bor ekan. Buffalo Soil, Advanced Rifling, Probity, Ускоритель, xullas bor bir ikkita. Miltiqlarni o'zichi, Coyote Optic, boshqa narsalar ekan. Ana, Old Short Scope, yo'q, ya mana bu yerda ekan, bu. Mana pistoletlar. Mana pistoletlar mana. Xo'p, mana bundan bitta olamiz. Uroni 9 ta, 18, 45 tergan bor ekan. Keyingisi SMG deb yozilgan. Hop, uroni eng ko'pi bu yerda mana bu ekan. Hop, Assault Rifle. Hop, mana pastda ham heavy og'ir miltiqlar, mana bundan bitta olamiz. Shotgunlar, mana snayperlar ham bor ekan, hattoki buni o'qi AP. Bu o'qini qayerdan bo'lsak bo'ladi endi? Mana qo'lga ushlaganda qanday o'tirar ekan. Oy, mana. Oy. Ajoyib. Qo'lda juda chiroyli turar ekan. Yuguraylik, qani unutdim. Juda ajoyib. Yaxshi. Ana. Yuboyni yo'q qiladi bu. Buni ko'rdik hozir. Snayperga ham. Aytgancha shotgun. Qizib ketdi bu. Bu biroz qizib ketar ekan. Mana bu. Ikkitalik. Men qiziqayotganim mana bu. O'zini qarang. Mana bu nima deydi? Snaypermi? Bitta ko'p naqalar. Bazuka anaqasi-ku bu. Bazuka ham bor demak. Qayerda ekan u? Explosive. Granata. Yomon. Bazuka qani? Bazuka qayerda ekan? Voy, bazukani topish kerak. Yo, bu o'zi alohida shunday narsami? Yo'q. Bazukani topish kerak azizlar. Bazuka. Og'ir miltiqlardami? Yo'q. Shotgunlardami? Yo'q. SMG'lardami? Miskda o'zidami bu? Bu nima ekan? Bitta darbada yo'yapti-ku. Qo'llar ham juda chiroyli turadi azizlar bu. Mana yerda o'qlar ko'rinib turibdi, mana bu narsalar. Bular shunaqa azizlar. Bu modimiz qurol modi edi, qo'lda chiroyli turishini qarang. Buni ham albatta Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Keyingi modga tez o'tamiz. Albatta sizlarning ham vaqtingizni olish niyatim yo'q. Xo'p, demak,
keyingi modga o'tamiz. Xo'p, keyingi modimiz azizlar bu. Keyingi modimiz, 3-modimiz bu bo'ladi. Supplementaries deb nomlanadi. Bu asosan haliga uchun kerak. Dekoratsiya uchun yaxshi mod mana. Dekorativniy blokning ichiga kirib, pastga tushamiz. Hozir sekin biroz qotadi. Mana chiqishni boshladi, mana azizlar, mana. Bakal, globus, mana globusdan bitta olamiz, mana bundan. Qum soat. Hattoda raketka bor edi, o'ylashmasam. Bomba ham bor ekan. Toki. Raketka mana, ragatka ham bor, tak. Ragatka. Flöyta. Mana. Tushunarsan sekin. Los qarang bunda ragatkani bundoq qilib turib. Qarang, globusni unutib qo'ysa bo'ladi. Hoppa. Ajoyib. Hop, mana bu. Mash'ala ekan bu. Qum soat. Bunga bundoq qilib qum solinadi. Mana bu yerdan bitta qumni olib. Siz qarang. Qarang. Qum to'kilyapti. Ana, to'kilib bo'ldi. Bo'ldim bitta ekan. Bo'ldi, ichidan qum tushib qolar ekan. Mana boshdan ko'rsataymi? Sizlarga tushunarli. Mana qum to'kilishini qarang. Juda ajoyib. Bu modni supplementaries juda dekoratsiyaga juda yaxshi ishlov berilgan mod. Bu yerda yo'q. Bu yerda ovqat qo'yibdi. Mana blinchik. Blinchik. Konfet. Blinchik va konfet. Narsa bermadimi? Yo'q. Anaqa bermadi. Blinchiklar o'rnatsa bo'lar ekan. Mana qarang. Buni qanday yeydi? Yemaydi. Blinchiklarni yeb bo'lmas ekan, lekin qo'ysa bo'lar ekan. Dunyo blinchiklar bosib ketdi. Mana globusni aylantirsa ham bo'lar ekan. Globusga qarab turib sichqonchani o'ng tarafini bitta olsangiz globus aylanar ekan. Azizlar. Mana bu bombani otib beraylik-chi. Ajoyib. Bu bomba bilan uchish mumkin. Hop, yana qanaqa narsalar bor bu yerda? Bo'ldi, menimcha boshqa narsa ham qolmabdi. Mana buni. Voy, soat. Yuk. Oltoy eshik. Spring launcher. Zamok. Mexa blokchasi. Nima? Azizlar, bu narsa nima bo'ldi? Soat. Soat qimirlayapti. Qarang, qimirlayapti soat. Aniq to'g'ri soatni ko'rsatarmikin? Muazzam azizlar. Juda ajoyib mod ekan bu ham. Albatta yuklab olishni maslahat beraman. Flyugel. Ana aylanadigan tovuq ham bor ekan. Buni bilasizmi, yo'qmi bilmadim. Mana uyni tepasida, mana qarang. Samolyotda aylanadigan tovuq bor-ku, ko'rganmisiz multfilmlarda, chet el multfilmlarida aylanadigan flyugel. Asl nomi. Xullas, mana bu supplementaries modimiz edi azizlar. Yuklab olishni maslahat beraman. Juda yaxshi mod. Globus yomon yo'qdi lekin. Yuklab olib, uy qurganingiz albatta bularni qo'yib qo'ysangiz juda chiroyli turadi. Biz keyingi modga o'tamiz. Tezroq azizlar, vaqt ketib bormoqda. Xo'p, ularni tashlab yuboramiz va keyingi modimiz ajoyib mod. Bu ham bosslar qo'shadi. Ya'ni mavzi moblari.
Mavzi moblari. Mana mavzi moblari. Qarang, ularning qurollari ham bor, eng qizig'i. Mana bu hozir qarab turing, mana bu. Qarang, mana bilan muzlatsa bo'ladi, ajoyib. Qarang. Mana bu bilan yomon nima bu ham? O'zbor jump. Bola qoching betdan, yo'qoling betdan. Buni moblari ham bor mana. Naga, Fonara, Chere, Barakovaje Somsa, Barakoshla, Ezeka Monogo, Oliafa, Naga, Ona, Grotulan, nima ekan Grotulan bilmadim. Mana buni Onar bilmadim, g'alati usullik. Qanaqadir zarar tegani yo'q. Bu aytgancha mana bu Ledochrev. Muz anaqasi mana 90 turib qarang. Kurishni qarang buni. Mana shunaqa kirib muzlatadi bu butun dunyoni. Mana bu nima ekan? Rotula. Yo azizlar, qo'rqondan qochib ketdim. Voy. Bunga agar biz Nagani ilon bo'lsa kerak bu. Yoniga Nagani qo'yib yuborsak nima bo'ladi? Ular bir-biriga hujum qilmasagani. Yo'q. Bular narsalari ham qiziqdi. Voy, ana u kiryapti yana. Ana quyosh anaqasi zo'r, mana bu. Quyoshniki zo'r. Mana qarab turing. Bo'sh qo'lga o'tasiz, mana bu narsani olib, mana Получить Black Solovezenia Solnsa deganni olasizda, bo'sh qo'lga o'tib turib qarang. Ko'rdingizmi? Kuydirib yuboradi. Ana yana bo'kiryapti, hayajonlanyapti. Qarang, men seni aqlingni kiritib qo'yaman. Yo'q kerak. Yo'q kerak. Ana. Hozir shift bosib qarang. Qalay zo'rmi? To'g'ri yana. Jonni ko'p olishni qarang buni. Yana bitta Latchrev yo'q qilamiz, Latchrev. Yo'q bo'lanatib yurgani. Quyosh anaqasi. Quyoshning qudrati. Ajoyib. Ular juda sekin ularganda borki, bos bo'lganda ham yomon kuchli bosslardan o'lay deb qoldi. O'l. Bo'la qol, o'l. Ozgina. Bo'l, oxirgi zarba. Va yo'q, mana Jesko Probujdenие. Ana nimadir qoldi, lut. Mana bu narsasi. Haligi ko'rsatgan muzlatadigan. Va azizlar, bu bizni so'nggi modimiz edi. 9-chi so'nggi mod edi. Aytib kommentariyada yozib keting, qaysi modni alohida bitta video qilib chiqarayin. O'sha aytgan modingizni bitta alohida video qilib chiqaraman. Keyin videolar tez chiqishi uchun hozirroq like va obuna tugmachalarini bosing. Iloji bo'lsa kommentariyada xuddi aytganimdek shu qaysi modni yana alohida tushuntirib o'tayin. Hozirroq like va obuna tugmachalarini bosib qo'ying, shunday videolar tezroq, ko'proq va sifatliroq chiqadi. Sizlar bilan Slime Boy bo'ldi. Sog' salomat bo'ling.